Yaqinda konkursda juri a'zosi sifatida qatnashganda yana qachon shunaqa konkurs bo'ladi, yana qachon shunaqa katta podarkalar bo'ladi deb so'ragan edinglar. Imенно sizlar uchun Lamus profili bilan Tortus profili birgalikda konkursdaydi. Konkursning shartlari qanaqa bo'ladi? Oddiy Lamus shantisidan va kababnasini ishlatgan holatda video retsept farqi nima tayyorlasangiz ham to'g'rida Instagramga joylaysiz va ikkitala profilni Tortus va Lamus profilini atmetga qilasiz va 25-da kim eng ko'p like yig'gan bo'lsa, prosmotr yig'ishiga qarab g'oliblarni e'lon qilamiz. G'oliblar bitta emas, juda ham ko'p, chunki sovg'alarimiz hammaga yetadi. Sovg'alarning ichida nimalar bor? Kir mashina, 6 kilolik kir mashina kamida $400 turadi. Bemalol yutib olishingiz mumkin. Keyin konditerlar uchun eng kerakli mikrovolnovka, ham kamida $100 turadi. Qirg'ishtali LED televizor, cho'ppi, toster yutib olishingiz mumkin. Firmalarni juda ham yaxshisini tanlaganmiz va albatta bizga eng kerakli mikser ham yutib olishingiz mumkin. Konkursda qatnashing, konkurs natijalarini 25-dekabrda e'lon qilamiz. Hammasi haqqoniy bo'ladi va halol bo'ladi. Bemalol qatnashishingiz mumkin. Shu podarkalarni xohlaganini yutib olishingiz mumkin.